Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan TradeWay kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida сделкаlar ochib pul ishlashga harakat qilamiz. Agar sizlar bu saytda yangi bo'lsangiz, birinchi bo'lib registratsiya va verifikatsiyadan o'tib qo'yishingiz kerak. Bu haqida ham bizning YouTube kanalimizda videorolik bor. Bemalol o'tib o'rganib olishingiz mumkin agar tushunmasanglar. Demak, biz profillarimizni to'g'ri qo'yganimizdan keyin hech qanaqa muammolarsiz biz bu saytga pul kiritib, bu saytdan pul chiqarsak bo'ladi. Demak, bu haqida ham videorolik bizning YouTube kanalimizda bor. Endi biz saytga kirishimiz bilan biz birinchi bo'lib bozor analiz qilishimiz kerak. Demak, ko'rib turganinglardek hozir bizda bitta valyutni para turibdi. Bunda hozir tushunarsiz holat, ya'ni повышающий trend bor, lekin bozor qayerdan pastga qaytishini yoki qayerdan darsh tepaga yurishini aniq bilmaymiz. Shunaqa paytlar biz bu valyutni parani o'tkazib olishimiz kerak. Demak, boshqa valyutni paraga o'tamiz. Bu yerda понижающий trend bozor pastga qarab harakatlanyapti. Bu yerda impuls bilan pastga yurib bergan va ko'rishingiz mumkin. Hozir bozor koridor bo'yicha harakatlanishni boshlayapti. Demak, bu уровень support liniyasi, bu уровень resistance zonasi bo'ladi. Demak, bu valyutni parani ham o'tkazib yuboramiz. Audio card valyutni parasida hozirda yaxshi vaziyat bor ekan. Demak, ko'rib turganinglardek, bu yerda ham уровень поддержка va уровень сопротивления liniyalarimiz bor. Gorizontalniy liniyani olib chizsak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu уровень сопротивления zonamiz bo'ladi. Уровень поддержка zonamiz bo'lsa mana shu bo'ladi. Buning ichida yana bir nechta zonalarimiz bor. Demak, bozor hozirda koridor bo'yicha harakatlanyapti. O'shaning uchun biz bu valyutni parani o'tkazib olishimiz kerak. Qaysidir tarafga impuls bilan yurib bergandan keyin bemalol biz bu valyutni parada сделка ochsak bo'ladi. Yana boshqa valyutni paraga o'tamiz. Bu yerda ham повышающий trend bor, bozor tepaga qarab harakatlanyapti. Maksimumni ham chekik qilib undan ham balandga o'tgan bozor, ko'rib turganinglardek. Hozir уже sekin ozgina pastga qarab atkat berish kerak. Demak, ikki marta mana liniyaga teggan, biz kelinglar mana shu yerda 2-3 ta сделка ochib qo'ydik pastga qarab 3 daqiqada. Nega pastga qarab? Chunki bundan oldin hali bozor bu valyutni paraga yaqin orada chiqib kelmagan, ya'ni mana shu zonaga. O'shaning uchun biz maksimumdan keyin ozgina pastga atkat beradi deb pastga сделка ochib qo'ydik. Bu yerda mana bundan oldin chiqqan ekan bozor va ko'rishingiz mumkin likvidnost olgan. Endi likvidnost olgandan keyin ham bozor ozgina bizga pastga qarab yurib berish kerak. Ya'ni $50 3 ta сделка ochdik 3 daqiqada. Kelinglar bu valyutni parani biz izbiriniga olib qo'yamiz deb boshqa valyutni paralardagi holatni ko'ramiz. Hozir valyutni paralarda volatilnost katta ko'rib turganinglardek va foizlarni ham yaxshi beryapti. Demak, bu yerda bizning повышающий trendimiz bo'lgan, ya'ni trend liniyamiz bor. Bu liniyani hosiliga chizib ko'rsataman. Bu yerda bitta liniya olsak, mana trend line olamiz, ko'rib turganinglardek. Buni sizlarga chizib ko'rsataman. Ya'ni повышающий trend bo'yicha bozor harakatlanayotganda bu yerda bitta atkat bergan va ko'rishingiz mumkin bozor bizning liniyamizni pastga qarab buzib o'tib ketdi. Bunaqa paytlarda biz sal kutishimiz kerak. Bozor yana darsh pastga tushib ketadimi yoki bizning liniyamizga qaytib keladimi? Shuni holatini ko'rishimiz kerak. Demak, ko'rib turganinglardek bu valyutni paramizda bozor yana tepaga qarab yurishni boshlayapti, lekin biz 3 daqiqaga сделка ochib qo'yganmiz. U сделкamiz bizga plusga yopilishi kerak. Audio GPY parasiga o'tamiz. Bu valyutni parada ko'rib turganinglardek mana shu liniyada bozor harakatlangan va bu liniyamizni bozor bizga urib pastga tushib ketgan. Hozir yana shu liniyamizni bozor test qilgani kelyapti yoki test qilib уже ko'rib turganinglardek sekin pastga yurishni boshlayapti. Demak, mana shu yerda bizning bitta liniyamiz bor, повышающий liniya bo'lgan va hozir bozor shu liniyani test qilishga kelishi kerak, lekin ko'rib turganinglardek ozgina yetmasdan impuls bilan pastga qarab tushyapti. Demak, bu valyutni parani ham biz o'tkazib olishimiz kerak. Mana bu valyutni parada qanaqa holat ko'rishingiz mumkin. Понижающий trend bo'lgan, bitta atkat qilgan. Bu yerda ham biz pastga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Faqat 3 daqiqaga emas, kelinglar 2 daqiqaga biz pastga qarab 2-3 ta сделка ochib qo'yamiz. Ya'ni 2 ta сделка ochib qo'ydik va bu valyutni parani biz izbiriniga olib qo'yamiz tepadagi holatni ko'rib borish uchun. Demak, bundan oldingi сделка ochgan valyutni paramizda yana qiyin vaziyat, ko'rib turganinglardek bozor pastga tepaga qarab harakatlanyapti. Demak, bu yerda biz 1 minutlik switchaga o'tishimiz kerak. Bozor koridor bo'yicha harakatlanayotgan ekan. Demak, сделкаlarimiz yopilishiga 25 soniyadan qoldi. Biz hozir vaziyatni ko'ramiz. Demak, bozor impuls bilan tepaga qarab yurib berdi. Endi bu yerda biz bemalol pastga qarab сделка ochsak bo'ladi agar bizning сделкamiz minusga yopilsa. Demak, 1 minutlik сделкаlar ochamiz. Hali bozor pastga tushib ketmagan badani bilan, faqat ko'rishingiz mumkin soyasi bizning liniyamizdan pastga tushib bergan ekan. Demak, сделкаlarimiz minusga yopildi повышающий trend bo'lgani uchun, lekin maksimumini yengilagan likvid zonasini olgan. Endi biz bu yerda
10 dollar qilib qo'yman. Buni 100 dollar qilishimiz kerak edi. Ya'ni biza o'zimizni minusimizni qoplashimiz uchun. Demak, mana shu yerdan biz 3 ta pastga qarab сделка ochib qo'yamiz 1 daqiqaga. Nega 1 daqiqaga desanglar, bozor koridor bo'yicha harakatlanyapti. Uje mashinada hozir tepasiga tegdi, resistance zonamizga tegdi. Endi bozor bizga pastga qarab harakatlanib berish kerak. Bitta, ikkita switch. Demak, 10 dollarlik сделкаlarimiz bizga xato ochilib ketdi. Основной 100 dollarlik сделкаlarimiz bizga plusga yopilib berish kerak. Aytib o'tgandek, koridor bo'yicha harakatlanyapti. Mana soya qoldirdi va badani ko'rib turganinglardek mana mashinadan pastga qarab tushib berdi. Keyingi switch ham bizga pastga qarab yopilib berish kerak. Сделка bo'limiga o'tsak, hozirda hamma ochgan сделкаlarimiz plusga ketyapti. Ya'ni bundan oldingi сделкаlarimiz yopilishiga 18 soniya qoldi. Demak, tepada ham holatni ko'rib borsak bo'ladi. Uje bu valyutniy paradagi сделкаlarimiz bizga 100% plusga yopiladi. Ikkita сделка ochgandik va bizga 92 dollar чистый daromad olib keladi. Demak, 10 dollarlik сделкаlarimiz bizga minusga yopildi. 100 dollarlik сделкаlarimiz yopilishiga 3 soniya qoldi va u сделкаlarimiz ham bizga ketma-ket plusga yopilib berdi. Ko'rib turganinglardek, balansimizda uje bizani 1335 dollar bo'ldi. Ya'ni bundan oldingi minuslarimizni qoplab oldik va plusga ham biz chiqib oldik. Videoni boshida balansimizda 1137 dollar bor edi. Kelinglar biz yana valyutniy paralardagi holatni ko'rishimiz kerak. Hozir o'tisimiz realniy valyutniy paralarda ham yaxshi holatlar bo'lyapti. Demak, buni ham biz izbrinniga olib qo'yamiz. Bunda ham sizlarga holatni aytib o'tgandim. Mana bizani resistance zonamizga soyasi tegan va ko'rishinglar mumkin, bozor uje yana pastga qarab harakatlanyapti. Demak, 5 minutlik switchga o'tsak, boya 5 minutlik switchda ko'rgandik va ko'rib turganinglardek, bozor bizga yana pastga qarab harakatlanyapti. Demak, realniy valyutniy paralarga o'tamiz. Buni izbrinniga olgan ekanmiz. Bu valyutniy parani ko'rsak, bu valyutniy parada qanaqa holat? Bu yerda yana bozor uje sekin pastga qarab tushishni boshladi. Yevro kad valyutasiga o'tamiz. Bu valyutniy para ham bizga 92% daromad berayotgan ekan. Ya'ni resistance zonamizga bozor yaqinlashyapti. Demak, bu yerda resistance zonamiz bor va shu zonada bizda likvidnesslar yig'ilgan. Mana shu likvidnessga ham bozor yetishi mumkin. Demak, bizda bitta switch, chalg'ituvchi switch bo'lishi mumkin. Kelinglar, biz 50 dollardan shu tochkada bitta tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz. Nega tepaga qarab likvidnesslarni bozor yetish kerak va resistance zonamizni bozor bizga test qilib berish kerak. Hozir resistance zonasini chizib ko'rsataman. Mana bu bizda уровень поддержка, ya'ni уровень сопротивления zonasi bo'ladi. Pastda bizani уровень поддержка zonamiz bor. Demak, уровень поддержка zonasini ham chizib ko'rsataman. Bu M5 time frame'da bo'ladi. Demak, 1 minutlik time frame'ga o'tib biz bozorni yaqinroqdan ko'rishimiz kerak. Demak, ko'rishinglar mumkin, bizda bitta shunaqa holat bo'lgan va bozor yana pastga qarab tushib beryapti. Lekin bozor aytib o'tgandek, bizani resistance zonamizni check qilish kerak. Bundan oldingi valyutniy paralar ham polniy resistance zonasini check qilyapti. O'shaning uchun biz ham tepaga qarab сделка ochib qo'ydik. Demak, bu сделкamiz yopilishiga 14 soniya qoldi. Ko'rib turganinglardek, bizga bozor pastga qarab yurib berayotgandi va 15 soniya qolganda sekin uje bozor tepaga qarab harakatlanishni boshladi. Demak, сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va oxirgi 3 soniyada bozor ko'rishinglar mumkin, impuls bilan pastga qarab yurib berdi. Demak, biz o'zimizning martingale strategiyamiz bo'yicha yana bir marta tepaga qarab 1 minutlik сделка ochib qo'ydik. Aytib o'tganimdek, mana shu resistance zonamizni bozor bizga test qilish kerak. Agar shu сделкamiz bizga plusga yopilsa, bemalol biz bugungi targovli sessiyamizni stop qilsak bo'ladi. Demak, bozorni yaqinlashtiramiz. Bu yerda сделка bo'limini ochib, videoni tezlashtirib, natijasini kuzatamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bizning сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bu сделкamiz ham bizga minusga yopilib berdi. Chota bizani уровень поддержкamiz, ya'ni resistance zonamizni bozor check qilmayapti. Check qilmasdan pastga qarab tushib ketyapti. Demak, bu yerdan biz sekin mana pastga qarab ikkita сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Nega desanglar, uje resistance zonasini check qilmadi, azgil etmasdan bozor pastga qarab tushib ketyapti. Demak, pastga qarab yurishni boshladimi, bozor bizga dalshi pastga qarab yurib berish kerak. Demak, biz 1 minutlik сделкаlar ochdik. Bu сделкаlarimiz holatini kuzatamiz, videoni tezlashtirib natijasini ko'ramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, сделкamiz yopilishiga 4 soniya qoldi va bu сделкаlarimiz bizga 100% plusga yopildi. Demak, balansimizda bizani 1378 dollar bo'ldi. Videoni boshida bizani balansimizda 1137 dollar bor edi. Bugungi targovli sessiyamizda sizlar bilan birgalikda biz 241 dollar sof foyda qildik. Xuddi shu tariqa xohlasanglar sizlar resistance zonasiga tekkanda pastga qarab сделка ochsanglar bo'ladi, lekin ko'rishinglar mumkin, yevro kad valyutniy paramizda bizga resistance zonamizni check qilmadi,
ozgina yetmasdan bozor уже pastga qarab harakatni boshlaganda biz pastga qarab сделка ochib oldik va ikkala сделкamiz ham bizga plyusga yopilib berdi. Demak, yana bozor pastga yurib beradi. Orada bitta mana bunaqa chalg'ituvchi bizga svichalar chiqib beradi. Shundan keyin bozor yana pastga qarab yurishni boshlaydi. Mana уже sekin boshladi. Ko'rib turganingizdek, oxirgi soniyalarda volatilность bilan bozor tepaga qarab yurib berdi va hozir yana sekin pastga qarab yurish kerak. Agar tepaga qarab yursa, resistance zonamizga tegishini biz kutishimiz kerak. Dalish pastga qarab ketsa, biz bemalol yana сделка ochib, yana biz plyusga chiqib olsak bo'ladi. Demak, aytib o'tgandek, bugun sizlar bilan birgalikda video davomida biz $241 daromad qildik. Bugunga yetadi. Endi bemalol bugunga stop qilsak bo'ladi. Agar sizlarga xuddi shunaqa targovli sessiyalar, statistika va taktikalar kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa ma'lumotlarni ko'p sizlarga chiqarib turamiz. Demak, Telegram kanalimiz silkasi video opsiyasida bo'ladi. Qoluvchilar bemalol o'tib olishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.